Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrdonlar, yaxshimisizlar? Butun dunyoda rivojlangan mamlakatlarni rivojlanish shkalasida ko'p bo'limlar bor. Shularda eng muhimlaridan bittasi sog'lom turmush tarzi. Qaysi mamlakat kuchli, madaniy saviyasi baland bo'lsa, o'sha joyda albatta sog'lom turmush tarzi madaniyati baland bo'ladi. Shuning uchun bizning mamlakatda ham rivojlanish bo'sag'asida mustaqillikdan keyin yangi avlod turibmiz. O'shaning uchun sog'lom turmush tarziga, sport bilan shug'ullanishga vaqt ajrataylik. Haftasiga 3 marta bo'lsa ham 1 soat, 2 soatdan bo'lsa-da vaqt ajrataylik. Yoshlarni kuchli bo'lishi, kelajakda kuchli davlat qurishligimizga zamin bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatulloh.